Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oddiy Avlod kanalining hurmatli obunachilar. Bugun biz Andijon viloyati Asaka tumaniga kelganmiz. Ko'rib turganlaringdek, bu yerda shunaqa sifatli gazobloylar ishlab chiqarishayotgan. Dunyo standartlariga mos gazobloylar. Eng qizig'i bor, gazobloy ishlab chiqarish biznesini o'rgatib ham qo'shayapti. Assalomu alaykum. Yaxshi charchamoqchi. Hurmatli obunachilar, Bahodir akam o'zi bu yerda ko'rib turganlaringdek katta sex o'zlari gazobloy ustanovini o'zlari yasayapti. Necha pul bilan bu biznesni boshlasa bo'ladi? Kuniga, oyiga necha pul daromad qilsa bo'ladi bu biznesni boshlab? Shuni sizlarga barchaga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz Bahodir aka. Qani bo'lsa ketdik. Bahodir aka, bu biznesni boshlagan necha pul ketadi? Yettita narsasi bo'ladi. 1, 2, 3 suyungiz, suv mishalga ikkita qalib sablolar. Xo'p, aka, endi misol uchun biz obunachilarga yana ham to'laroq bir chekkadan tushiradigan bo'lsak, bu nima vazifasini bajaradi? Mishalga aralashtiradigan. Ha, loyda aralashtiradi shuni. Xo'p, shu ten dedingiz, bu ten nima suv isitadi? Suv isitadi. Bir tonna 250 suv bo'ladi. U hisobda bitta zaplatga yuzlarga suv qo'shiladigan bo'lsa, 12 taga 13 taga yetadi. Tushunadi. Hozir bu ten qo'yibsizlar, to'rtga ishlaydi, to'g'rimi? To'rtga ishlaydi. Keyin buni boshqa joylarda ham ko'rganman aka. Ko'mir yoqishadi, ko'mir yoqadigan. Ha, ko'mirga desa ko'mirga. Nimaga desa qilaveramiz. Aql kelishga moddalarni nima qilaveramiz. Просто standartda template uchun biz tenni qilib ko'rsatamiz. Oldi yo'q ko'rsatamayapmiz, ko'mirga ketib qoldi. O'zi shunday qildirgan yaxshi ekan. Shunday yaxshi, u ishga qimmatroq tushadi. Nega yemasa bo'ladi. Tushunadi aka, men ko'rgan qalblar oldin boshqacha edi, hozir shunaqangi mustahkam qo'yilgan ekan. Bu ishni boshlagan. 300 million bilan 8 ta chiqaradi. 48 chiqaradi. Bir kunda. Bitta qalinligi 6 soatda bo'shaydi. 4 soatda kesiladi, 2 soatda pardon bo'shaydi. O'sha 6 soat. 2 marta qilsangiz, ikkita qalin bilan bir kunda 48 ta qo'yadi. Ha, tushunadi. Hozir bu yerlarga lis qo'yilamiz? Yo'q, kesiladi. Ha, tayyor bo'lgandan keyin kesiladi. Ha, misol boshlanishini tushuntiradigan bo'lsak, suv isitiladi bunda, bunga quyiladi, bunda qalbga quyiladi. 4 soatdan keyin kesiladi. Xohlagan razmerga mana standartdan chiqarganmiz, mana rasmda 20, 10, 30. Keyin 2 soatdan keyin bo'shaydi. 4 soatda kesiladi, ya'ni unda 4 soatdan keyin 6 soat bo'shaydi. Tushunadi. Xo'p, endi 33 million ichiga nimalar kirishini aytdik, shular kirarkan bu biznesni boshlagan 33 million o'zi yetadimi? Yo'q, 33 million sement oladi, alyumin oladi. O'zi necha pul alyumin 1 kilo olsa 85 million. Bor yana 40 million bilan bu Boshlasa bo'laveradi. Boshlanishiga. Metal keyin rels qiladi. Qalb ko'paytiradi. Hisobda o'rtacha 10 ta qalb, 10 ta karton bo'lsa, ish boshlasa bo'laveradi. Qoplaydi. Ustalar ham ertaman tushadi, tushunadi. Hozir 40 million bilan buni boshladi. Bundan arzonroq varianti ham bormi? Bor. Buni hozir 33 millionligi shu, 25 millionligi ham bor, 22 millionligi ham bor. Tushunadi. 25 millionligi endi qanaqa bo'ladi? Shunaqa bo'ladi. Endi uni misol oladigan odamga tushuntirib beramiz. Telegram orqali beramiz. Biz raqobatlarimiz bor. O'ziga yarasha uni Telegram orqali tashlaymiz. Oladigan odamga ma'qul bo'lsa beramiz. Deylik, shu uskunalar 19 million bo'ladigan bo'lsa, boring 25 million bilan boshlasa ham bo'ladi. Ha. Naring 22 millionlik yaxshi bo'ladi. Kimgadir shu variant yoqsa agar, men shu arzonroqdan boshlab keyin kattaytirib olaman degan akalarimizga, to'g'rimi? Endi garantiyasi deyilgan bo'lsa, 1 yil garantiyasi bor. Mishalga, qaritlarga hammasiga 1 yil garantiyasi. O'qimasdan. Chunki bu ishni qilayotgan videoda tushunarli. Keyin aka, butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatasiz, to'g'rimi? O'zbekiston o'rta Osiyo bo'ylab Ha, ustunlikka kelishga hozir. xuddi shuni so'ramoqchiman. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistondan qayerdan bo'lsa ham kelib o'rganib ketishaveradi. Ha, uni kelishamiz. Uni video retseptimiz bor. Video retseptimiz bor. Video yozmalar. Uni orqali ham o'rgataveramiz. Uskunalar jo'natib turib, qolgan kiloni tushuntirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Lekin ustunlikka bor, kelishgan holat. Ha, kelishilgan holatda. Xo'p, 25 millionligini boshlamoqchi bo'lsa aka, faqat apparatlarni o'zimi yoki o'zingizlar o'rgatib, hamma yo'g'ini o'zingizlar tushuntirib qo'yasizlarmi? Hammasi. Bu ikkita retsept bor. Bittasi hozirgi
2019-yilda men quyayotgan retseptni u tekinga beramiz. Ikkinchisini ikkita uchta element qo'shdik, qattiq chiqadi. Mana hozir buni davomida videoda ko'rsatamiz. Mana buni davomida kesib chiqaramiz. Qattiq bu. Hamma birovlarga ko'ra qattiq bu. Xo'p, aka, endi hammani qiziqtirgan savol, bitta bloy necha pulga to'g'ri keladi? Bir kunda nechta chiqarishni ayting. Bir kunda necha pul foyda qilsa bo'ladi? Gaza bloyni o'zidan. Yoki bir oyda necha pul daromad keltiradi? 25 ming 30 millionga bu biznes boshladi. Endi oyiga necha pul topadi hisoblanishda? Endi oyiga deb hozir men hisoblayapman, unda ichida bitta bloydan 5 ming so'm foyda qiladi. Qancha ko'p chiqarsa shuncha chiqaraveradi. Bir oyda 500 ming, 1000 ming, 2000 ming abollarni ko'paytirib turib ishlasa bo'ladi. Tushunali. Deylik o'zingizlarga bog'liq ekan. Qancha ko'p chiqarsanglar, xuddi shuncha foyda qolar ekan. Sizlarga qisqa qilib tushuntirganda bir donasidan 5 ming so'mdan foyda qoladi. Tushundim. Zo'r. Xo'p, aka, bu gazabloylar hozir nima qo'shaylik dedingiz? Ushatib ko'ramiz. Shu yerda nima qo'shadi? Bunaqa samariyaz ham Angela shu yerda bu ikkinchi retseptimiz. Yangi. Shu yerda. 100 paket necha ming bor?